Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatib boruvchilar. Bugungi obzorimizda Yadeya Kuljoy modeli bo'ladi. Endi buniga men nom topganman. O'zim shaxsiy fikrim. Biz jaydar tilda aytganda temir tirnoq yoki o'lmas kashay deb atayman. Haqiqiy o'ta baquvvat monstrcha skuterimiz. Obzorimiz avvalida videomizga like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan sizlar bizga motivation berasizlar. Qani boshladik. Skuterimizni balondan boshlasak, 6 qavatdan iborat, portlashga, tig'ga qarshi yaxshi shina, oldi orqa balon kamirsiz, diskasi titan alyuminiy, katta bosimga ham bardosh bera oladi, deformatsiya bo'lmaydi, zanglamaydi. Oldi orqa tormoz barabanli. Mana barabanli. Vilkasi silindrlar o'ta yumshoq. Notex yo'llarda ham haydovchiga noqulay tug'dirmaydi. Bagajiga kelsak, bagaji 70 kg, 80 kg yukni bemalol ko'tarib bera oladi. O'ta baquvvat. Farasi bir 20 metrgacha yoritib bera oladi tunda. Hali sarg'ayib, o'zgarib ketmaydi. 3 yil 5 yil atrofida o'zgarmaydi. Tablosi ham shunaqa. Tablosi ham kunduzi ko'rishga qulay, kechqurun ko'zda olmaydi. Skuterimizning tablosi. Mana kraskasi, skuterimizning kraskasi shamol bo'ronlarda ham o'zini xususiyatini yo'qotmaydi, holatini shu tiniq turaveradi. Bemalol qo'ymasdan issiqqa qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Saqlanib turgan yaxshi-yu, lekin issiqda ham qaralashib, o'ngib ketmaydi kraskasi. Tormoz, oldi orqa tormoz. Parking tizimi bor, parkovka. Orqa burilish chiroqlari bor. Chapga, o'ngga. Farasi bo'lsa patparnik 24 skuterimiz yoniq tursa, patparnik yoniq turadi doim, faqat bir xil rejim. Qarama-qarshi kelib turgan haydovchini ko'zini olmaydi, bir xil rejimda yonadi. Orqani ko'rsatuvchi oynalar, bakovoy oynalar haydovchiga ancha qulaylik tug'diradi. Egari kelsak, haydovchi misol uchun uzoq vaqt yursa ham, misol 50-60 km yursa ham charchamaydi. O'zini tetik his qiladi. Ham o'ta baquvvat, mustahkam. Mana o'ta mustahkam materialdan ishlanadi. Bu egarimiz ham. Eng qizig'i akkumulyatorga kelsak, akkumulyatori 4 ta akkumulyatori, 48 volt, 26 amper, motori 400 wattlik GTR motor. Tepaliklarga chiqqanda 15% qo'shib beradi o'zi. Tezlikni qo'shib beradi. Qiynalmasdan chiqib ketadi skuter tepaliklarga. Skuterimiz bir zaryadda 50-60 km yurib bera oladi bemalol. Kalit o'chirib yoqish tizimiga kelsak, kalitda yoqib o'chiriladi. NFC kartasida ham yoqib o'chiriladi. Bunday yonadi. Bunday o'chadi. Qulaylik bu ham. Somka ilgaga bormaydi. Podnoshkasi bor, oyoq qo'yib ketgani haydovchiga qulaylik yaratadi. Bu ham ancha. Pedali bor. Haydovchilik guvohnomasi, ro'yxatga olish bu skuterimizni talab qilinmaydi. Bemalol yo'l harakatiga qoidalariga amal qilib boshqarsa bo'ldi. Yana ramalari ham usti ham kraska, ichi ham kraska. Bu umrini uzaytiradi. Oddiy rama skuterga nisbatan ozgina qalin ishlangan. Hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatib boruvchilar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Eng qiziq joyini aytmayapman, skuterimizga 1 yil kafolat beriladi, akkumulyator va motor qismiga. Narxiga kelsak, narxi $420. Biz bilan bog'lanish uchun pastdagi raqamlarga bog'laninglar. Sizlarni kutib qolamiz. Hammaga rahmat.